Shahar va qishloqda yashayotgan 55 yoshdan oshgan fuqarolar, ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashganlar va allaqachon pensiya olayotganlar, diqqat bilan eshiting. Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Pul to'lovlari, qo'shimcha yordamlar, kompensatsiyalar va ayrim imtiyozlar endi hammaga bir xil tartibda kelavermaydi. Bu gap oddiy pensiya haqida ham. Pensiyaga qo'shimcha tarzda beriladigan ijtimoiy yordamlar haqida ham odamlar orasida juda ko'p savol tug'dirmoqda. Men bu mavzuni shunchaki vahima qilish uchun emas, balki siz hujjatingizni, ro'yxatingizni, bank kartangizni, yashash manzilingizni va daromadlaringiz bo'yicha ma'lumotlarni oldindan tekshirib olishingiz uchun tushuntiryapman. Chunki bitta kichik xato sababli odam o'z vaqtida pulni ola olmay qolishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar aynan vaqtida eshitilsa foyda beradi. Avval ko'pchilikda tushuncha juda sodda edi. Yoshim yetdi. Pensiya tayinlandi. Demak har oy pul keladi. Yoki mahallaga murojaat qildim. Kam ta'minlanganman dedim. Demak yordam beriladi. Lekin hozir tartiblar ancha aniqlashgan. Davlat idoralari fuqaroni faqat og'zaki gapiga qarab emas, elektron bazalardagi ma'lumotlarga qarab ham tekshiradi. Ya'ni odamning daromadi, oilaviy tarkibi, ro'yxatda turgan manzili, mol-mulki, ishlayotgan yoki ishlamayotgani, bank hisoblari, hatto ayrim hollarda oila a'zolarining rasmiy daromadlari ham hisobga olinadi. Eng muhim farq shuki, pensiya bilan ijtimoiy yordamni aralashtirmaslik kerak. Pensiya bu odamning mehnat staji, yoshga yetgani, nogironlik holati yoki boquvchisini yo'qotgani kabi asoslar bo'yicha tayinlanadigan doimiy to'lov. Agar pensiya tayinlangan bo'lsa va hujjatlar to'g'ri bo'lsa, u bekor to'xtab qolmasligi kerak. Ammo pensiyaga qo'shimcha yordam, bir martalik to'lov, kam ta'minlanganlik nafaqasi, kommunal kompensatsiya, oziq-ovqat yordami yoki boshqa maqsadli yordamlar hammaga avtomatik tarzda berilmaydi. Mana shu joyda ko'pchilik adashadi. Oldin ayrim hududlarda odam mahallaga borib holatini tushuntirar qo'shnilar ham biladi. Mahalla raisi ham biladi deb yordam olishga umid qilardi. Hozir esa mahalla xulosasi muhim bo'lsa ham elektron tizimdagi raqamlar ko'proq rol o'ynaydi. Masalan, fuqaro amalda yolg'iz yashayotgan bo'lishi mumkin. Lekin ro'yxatda uning uyida 2 nafar ishlaydigan farzandi turishi mumkin. Yoki qishloqda yashayotgan pensionerning nomida eski avtomobil bor, lekin u avtomobil yurmaydi. Elektron tizim esa buni mol-mulk sifatida ko'radi. Natijada yordam masalasida savol tug'iladi. Men bu o'zgarishlarni oddiy qilib tushuntiraman. Maqsad shundan iboratki, qo'shimcha pullar haqiqatan ehtiyojmand odamga yetib borishi kerak. Davlat uchun ham, jamiyat uchun ham asosiy savol bitta. Kimga yordam eng zarur? Shu sababli hamma pensionerga bir xil qo'shimcha pul berish o'rniga ayrim to'lovlar ehtiyoj darajasi bo'yicha ajratilishi mumkin. Bu yerda shahar va qishloq pensionerlari uchun vaziyat biroz farq qiladi. Shaharda yashayotgan 55 yoshdan oshgan fuqaroning xarajatlari ko'pincha boshqacha. Ijara, kommunal to'lov, dori-darmon, transport, uy-joy xizmatlari. Qishloqda esa odamning tomorqasi bo'lishi, uyida chorvasi bo'lishi, farzandlari bilan bir hovlida yashashi mumkin. Lekin bu har doim qishloq pensioneri yaxshi yashaydi degani emas. Ba'zan qishloqda dori qimmatga tushadi. Shifoxonaga borish uchun yo'l xarajati ko'p bo'ladi. Bankomat uzoqda bo'ladi. Hujjat yig'ish ham qiyinlashadi. Shuning uchun men har bir 25 yoshdan oshgan odamga shuni aytaman: mening pensiyam bor, dema hammasi joyida deb o'ylamang. Ayniqsa siz qo'shimcha yordam, kompensatsiya yoki bir martalik pul kutayotgan bo'lsangiz, avvalo o'zingizning ma'lumotlaringiz tizimda qanday ko'rinayotganini tekshirishingiz kerak. Ko'pincha muammo pul yo'qligida emas, hujjat noto'g'ri kiritilganda bo'ladi. Birinchi navbatda ro'yxatdagi manzili bilan amalda yashayotgan joyi boshqa bo'lganlar ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, opa 28 yoshda qishloqda yashaydi, lekin pasport bo'yicha shahardagi o'g'lining uyida ro'yxatda turadi. U mahallaga borib men yolg'izman, daromadim kam deydi. Lekin tizimda u shahardagi xonadonda o'g'li, kelini va ularning daromadlari bilan birga ko'rinishi mumkin. Shunda qo'shimcha yordam masalasida rad javobi kelishi ehtimoli bor. Ikkinchi guruh nomida mol-mulk bor, lekin undan real foyda olmayotgan pensionerlar. Masalan, otaxonning nomida 1995 yilda olingan eski mashina bor. Mashina yillar davomida garajda turibdi, yurmaydi, sotilmagan, hisobdan chiqarilmagan. Otaxon esa dori-darmonga pul topolmayapti. Elektron bazada esa avtomobil egasi deb ko'rinadi.
bu yordamni avtomatik to'xtatadi deb qat'iy aytib bo'lmaydi. Lekin tekshiruvda savol tug'diradi. Shuning uchun bunday mol-mulk hujjatlarini tartibga keltirish kerak. Uchinchi guruh farzandlari chet elda yoki boshqa viloyatda bo'lsa ham ro'yxatda birga turganlar. Hayotda ko'p uchraydi. Ona 12 yoshda qishloqda yolg'iz yashaydi. O'g'li Rossiyada, qizi Toshkentda. Lekin ro'yxatda hammasi shu uyda turadi. Tizim xonadonda mehnatga layoqatli odamlar bor deb ko'rsatishi mumkin. Amalda esa ona har oy faqat o'z pensiyasiga qarab qolgan. Mana shunday holatda hujjatlar bilan isbotlash kerak. Kim qayerda yashaydi? Kim yordam beradi yoki bermaydi? Haqiqiy oilaviy ahvol qanday? 4-guruh rasmiy daromadi bor deb ko'rinadigan, lekin aslida ishlamayotganlar. Masalan, biror payt yaka tartibdagi tadbirkorlik ochilgan, keyin faoliyat to'xtagan, lekin yopilmagan. Yoki dehqon xo'jaligi, ijara shartnomasi, kichik biznes nom bor, ammo daromad yo'q. Tizim buni daromad manbai sifatida ko'rishi mumkin. Shu sababli 25 yoshdan oshgan fuqarolar o'z nomlarida ochilgan har qanday rasmiy faoliyatni tekshirtirib olishi kerak. Agar sizning pensiyangiz rasmiy tayinlangan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, siz har oy pensiyangizni olayotgan bo'lsangiz, asosiy pensiya bo'yicha ortiqcha vahima qilish kerak emas. Lekin men baribir beparvo bo'lmang deyman. Chunki pensiya kelishi boshqa, qo'shimcha yordam berilishi boshqa. Masalan, 65 yoshli otaxon har oy 20 ming so'm pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi, bank kartasi o'zida. Pasporti muddati o'tmagan, ro'yxati o'sha uyda. Bunday odam asosiy pensiyasi bo'yicha odatda xavotir qilmaydi. Lekin u kommunal to'lov bo'yicha kompensatsiya. Dori uchun yordam yoki kam ta'minlanganlik asosida qo'shimcha yordam so'rasa, uning holati alohida tekshiriladi. Shunda ro'yxat oila tarkibi, mol-mulk, daromadlar ahamiyatli bo'ladi. Yana bir misol. 6 yoshli ayol hali pensiyaga chiqmagan, lekin ishlamayapti. Sog'lig'i yaxshi emas, farzandlari bilan aloqasi sust. U men 55 dan oshdim, demak menga pul beriladi deb o'ylashi mumkin. Aslida yoshning o'zi yetarli asos bo'lmasligi mumkin. Har bir to'lovning o'z sharti bor. Kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik nafaqasi oladi, kimdir ijtimoiy yordamga murojaat qiladi. Har birining hujjati va tekshiruvi alohida. Keling, birinchi holatni olaylik. Shaharda yashayotgan 6 yoshli ayolning pensiyasi 1 million 100 ming so'm. U ijarada turadi, har oy 800 ming so'm ijara, 2 ming so'm kommunal to'lov. 300 ming so'm dori xarajati qiladi. Qog'ozda qarasak, uning pensiyasi bor. Lekin real hayotda xarajati daromaddan oshib ketmoqda. Agar u qo'shimcha yordam so'rasa, ijara shartnomasi, dori retseptlari, kommunal to'lov kvitansiyalari, yolg'iz yashashini tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Faqat pulim yetmayapti deyish kamlik qiladi. Ikkinchi holat. Qishloqda yashayotgan 6-7 yoshli otaxon 1 million 300 ming so'm pensiya oladi. U farzandining uyida ro'yxatda turadi. Farzandi rasmiy ishlaydi, oyligi 4 million so'm. Otaxon aslida o'z xarajatini o'zi qiladi. Farzandi ko'p yordam bera olmaydi. Lekin tizim oilaviy daromadni ko'rib, xonadonda umumiy daromad bor deb baholashi mumkin. Bu adolatsiz tuyulishi mumkin. Lekin tizim shunday ishlaydi. Bunday holatda mahalla orqali real yashash sharoiti, alohida xo'jalik yuritishi, dori xarajatlari va boshqa majburiy xarajatlar ko'rsatilishi kerak. 3-holat. 9 yoshli ayolning nomida 2 ta uy bor deb chiqadi. Aslida bitta uy ota-onasidan qolgan, ikkinchisi esa hujjatda ulush sifatida qolgan eski hovli. U o'sha hovlidan daromad olmaydi. Lekin yordam so'raganda mol-mulk mavjud degan savol chiqadi. Bu yerda hujjatlarni ko'rib chiqish, ulush miqdorini aniqlash, real foydalanish holatini tushuntirish zarur. Ba'zan odam o'z nomida nima borligini ham bilmaydi. Shuning uchun kadastr ma'lumotlarini tekshirish juda muhim. 4-holat. Pensioner bank kartasini o'g'liga berib qo'ygan. Pensiya kartaga tushadi, lekin ona pulni vaqtida olmaydi. Keyin pensiyam kelmadi deb o'ylaydi. Aslida pul tushgan, lekin karta boshqa odam qo'lida. Men bunday holatlarda juda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Bank kartasi, PIN kod, SMS xabarnoma, telefon raqami pensionerning o'z nazoratida bo'lishi kerak. Chunki pullar tushganini isbotlash oson, lekin pulni kim ishlatganini keyin hal qilish juda qiyin. Eng birinchi nozik joy bu hamma pensionerga pul beriladi degan gap. Bunday gaplarni eshitganda darhol savol bering. Qaysi pul? Asosiy pensiyami, qo'shimcha yordammi
bir martalik to'lovmi, kompensatsiyami, subsidiyami? Har birining nomi, manbasi va sharti bor. Agar kimdir 70 yoshdan oshganlarga pul tarqatiladi desa, bu juda umumiy gap. Rasmiy nomi bo'lmasa, unga ishonib qolmang. Ikkinchi nozik joy, bank kartasi va naqd pul masalasi. Ayrim hududlarda pensiya bank kartasi orqali tushadi. Ayrim odamlar esa naqd olishga o'rganib qolgan. Karta bloklangan bo'lsa, muddati o'tgan bo'lsa, telefon raqami eski bo'lsa, bank ilovasiga kirish muammoli bo'lsa, pul tushgan bo'lsa ham odam undan foydalana olmaydi. Shuning uchun karta muddati, SMS xabarnoma, pasportdagi ism, familiya bilan bankdagi ma'lumot bir xil ekanini tekshirish kerak. Uchinchi nozik joy, pasport yoki ID karta ma'lumotlari. Ismda bitta harf xato bo'lsa ham, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan bo'lsa ham, familiya o'zgargan bo'lsa ham, tizimda mos kelmaslik chiqishi mumkin. Ayniqsa ayollar turmushga chiqqanda familiyasi o'zgargan, lekin ayrim hujjatlarda eski familiya qolgan bo'lsa, pensiya va yordam masalasida qo'shimcha tekshiruv bo'ladi. 4-nozik joy, chet elga chiqib ketish yoki uzoq vaqt manzilda bo'lmaslik. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda bo'lsa, ayrim to'lovlarni olish tartibiga ta'sir qilishi mumkin. Bu masalada har kim o'z holatini pensiya jamg'armasi yoki vakolatli idora orqali aniqlashtirishi kerak. Chunki qo'shnim shunday qilgan ekan degan gap sizning holatingizga mos kelmasligi mumkin. 5-nozik joy, vasiylik va ishonchnoma. Ba'zi pensionerlar kasal bo'lib, o'zi bankka yoki idoraga bora olmaydi. Shunda farzandi yoki qarindoshi uning nomidan ish yuritadi. Bu qonuniy bo'lishi uchun ishonchnoma. Tibbiy ma'lumotnoma yoki tegishli hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Og'zaki kelishuv keyin muammo chiqaradi. Men ko'p ko'rganman. Pulni bir qarindosh oladi, boshqa farzandlar norozi bo'ladi, keyin pensionerning o'zi qiynaladi. Hamma narsa hujjat bilan bo'lsin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amalda bo'lishi kerak. Tug'ilgan sana, familiya, ism, otasining ismi hamma joyda bir xil yozilganini ko'ring. Agar nikoh ajratish, familiya o'zgarishi bo'lgan bo'lsa, tegishli guvohnomalarni alohida papkaga solib qo'ying. Ikkinchi qadam, ro'yxatdagi manzilingizni aniqlang. Siz qayerda yashayapsiz va hujjatda qayerda turibsiz? Agar bu ikki joy boshqa-boshqa bo'lsa, qo'shimcha yordam masalasida muammo chiqishi mumkin. Mahallaga boring, yashash holatingizni tushuntiring. Zarur bo'lsa, vaqtincha yoki doimiy ro'yxat masalasini hal qiling. 3-qadam, oila tarkibi bo'yicha ma'lumotni to'g'rilang. Uyingizda ro'yxatda kimlar turibdi? Ular amalda shu yerda yashaydimi? Ishlaydimi? Chet eldami? Alohida oilami? Bu savollarga oldindan javob tayyor bo'lsin. Agar farzandlaringiz ro'yxatda tursa-yu, sizga yordam bermasa, buni og'zaki aytishdan tashqari real holatni tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati o'tmaganmi? PIN kodni o'zingiz bilasizmi? SMS xabar sizning telefoningizga keladimi? Karta boshqa odamda emasmi? Bankka borib, oxirgi tushumlar bo'yicha ma'lumotnoma olish mumkin. Agar pul tushmayotgan bo'lsa, avvalo bankdan ko'chirma oling, keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Shunda gap aniq bo'ladi. Pul umuman yuborilmaganmi yoki yuborilgan, lekin yechib olinganmi? 5-qadam, mol mulklaringizni tekshiring. Kadastrdan uyingiz, yer ulushingiz, boshqa mulklar bo'yicha ma'lumot oling. Yo'l harakati idoralari orqali nomingizda avtomobil bor yo'qligini aniqlang. Agar eski ishlamayotgan transport bo'lsa, uni hisobdan chiqarish yoki hujjatini tartibga keltirish masalasini ko'ring. Chunki tizimda turgan har bir mulk sizning ijtimoiy holatingizni baholashda ko'rinishi mumkin. 6-qadam, xarajatlaringizni hujjat bilan ko'rsating. Dori sotib olsangiz, cheklarni tashlab yubormang. Shifokor retsepti, tibbiy xulosa, davolanish xarajatlari, kommunal to'lov kvitansiyalari, ijara shartnomasi bo'lsa, hammasini saqlang. Ehtiyojmandlikni isbotlashda men qiynalyapman degan gapdan ko'ra hujjat kuchliroq. 7-qadam, mahallaga murojaat qilganda aniq yozing. Arizada moddiy yordam so'rayman deb umumiy yozib qo'yish yetarli bo'lmasligi mumkin. Holatingizni tushuntiring. Yoshim nechada, pensiyam qancha, kim bilan yashayman? Oylik xarajatlarim nimalardan iborat? Dori uchun qancha ketadi? Farzandlarim yordam bera oladimi yoki yo'qmi? Arizani topshirganda qabul qilingan sana va raqamini bilib oling. 8-qadam, rad javobi kelsa sababini so'rang. Ko'pchilik shu yerda to'xtab qoladi. Rad etildi
deyishdi, demak bo'ldi deb uyga qaytadi. Yo'q. Rad etish sababi yozma yoki aniq tushuntirilgan bo'lishi kerak. Sabab daromad yuqori, mol-mulk mavjud, hujjat yetarli emas. Ro'yxat ma'lumoti mos emas bo'lishi mumkin. Sababni bilsangiz, tuzatish yo'lini topasiz. 9-qadam rasmiy manbalardan tekshiring. Mahalla, pensiya jamg'armasi bo'limi, bank, tuman hokimligi, ijtimoiy himoya organlari, davlat xizmatlari markazi sizga kerakli ma'lumotni berishi mumkin. Telegramdagi noma'lum xabarlarga pul chiqibdi. Faqat bugun ro'yxatdan o'ting degan e'lonlarga ishonmang. Ayniqsa karta raqami, SMS kod, pasport rasmi so'ralsa, juda ehtiyot bo'ling. Haqiqiy davlat idorasi sizdan begona odam orqali SMS kod so'ramaydi. Men pensionerlarga va ularning farzandlariga alohida daftar tutishni maslahat beraman. Bu daftarga pensiya miqdori, qaysi sanada tushishi, bank kartasi muddati, murojaat qilingan idora ariza raqami, javob sanasi yozib borilsin. Bu oddiy ko'rinsa ham amalda juda foydali. Chunki bir oy o'tib kimga nima deganingizni eslolmay qolishingiz mumkin. Masalan, siz 5 mart kuni mahallaga ariza berdingiz. 15 mart kuni bankdan ko'chirma oldingiz. 15 mart kuni pensiya jamg'armasiga bordingiz. Agar hammasi yozilgan bo'lsa, keyingi murojaatda men oldin ham kelganman deb emas. Aniq sanalar bilan gapirasiz. Idora xodimiga ham o'zingizga ham oson bo'ladi. Farzandlarga ham aytadigan gapim bor. Ota-onangiz 55 yoshdan oshgan bo'lsa, o'zi biladi deb tashlab qo'ymang. Hujjatlarni bir marta ko'rib bering. Kartasi ishlayaptimi? Telefon raqami o'zidami? Pasport muddati joyidami? Ro'yxatdagi manzili to'g'rimi? Shularni tekshiring. Bu bir kunlik ish, lekin keyin katta muammoning oldini oladi. Birinchi xato qo'shnim oldi. Men ham olaman deb o'ylash. Qo'shningizning oila tarkibi boshqa, daromadi boshqa, ro'yxati boshqa, mol-mulki boshqa bo'lishi mumkin. Bir ko'chada yashash bir xil huquq degani emas. Ikkinchi xato hujjatni oxirgi kunga qoldirish. Karta muddati tugaganidan keyin bankka borish, pasport muddati o'tgandan keyin yugurish, ariza muddati o'tib ketgandan keyin shikoyat qilish odamni qiynaydi. Oldindan tekshirgan odam kamroq sarson bo'ladi. Uchinchi xato, og'zaki gapga ishonish. Sizga bo'lmaydi, sizga chiqmaydi, kutib turing degan gaplar aniq javob emas. Har doim asosni so'rang. Qaysi hujjat yetmayapti? Qaysi ma'lumot noto'g'ri? Qayerga murojaat qilish kerak? 4-xato bank kartasini boshqalarga berib qo'yish. Men buni alohida ta'kidlayman. Pensiya kartasi bu sizning shaxsiy pulingiz. Farzandingiz yordam berishi mumkin, lekin nazorat sizda bo'lishi kerak. SMS xabarnoma ham sizning telefoningizga kelsin. 5-xato yolg'on ma'lumot berish. Ba'zi odam mol-mulkim yo'q deydi, lekin tizimda borligi chiqadi. Yoki hech kim bilan yashamayman deydi. Lekin ro'yxatda bir nechta odam turadi. Bunday holatda ishonch pasayadi va ish cho'ziladi. Eng to'g'ri yo'l bor holatni ochiq aytish va hujjat bilan tushuntirish. Bugungi asosiy fikr shunday. Asosiy pensiya va qo'shimcha ijtimoiy yordam bir xil narsa emas. Pensiya tayinlangan bo'lsa, u o'z tartibida davom etadi. Lekin qo'shimcha pullar, kompensatsiyalar, moddiy yordamlar va ayrim imtiyozlar endi hamma uchun avtomatik keladi deb o'ylash xato. Kimning hujjati to'g'ri, holati aniq ehtiyoji isbotlangan bo'lsa, o'sha odamning imkoniyati yuqoriroq bo'ladi. Shahar pensioneri ham, qishloq pensioneri ham birinchi navbatda o'z ma'lumotlarini tartibga keltirishi kerak. Pasport, ro'yxat, oila tarkibi, bank karta, mol-mulk, daromad va xarajatlar. Ayniqsa 55 yoshdan oshganlar uchun bu ishni kechiktirmaslik zarur. Chunki pensiya yoshiga yaqinlashganda yoki yordam so'ralganda har bir hujjat ahamiyatli bo'ladi. Men sizdan so'rayman. Sizning hududingizda pensionerlarga pul, yordam yoki kompensatsiya masalasida qanday yangiliklar aytilyapti? Siz yoki yaqinlaringiz pul ola olmay qolgan holat bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, qishloqdagi yoki shahardagi tanish pensionerlarga albatta yetkazing.